Eyo, assalomu alaykum. Taxtlar o'yini olamida ayyor yolg'onchilar, shafqatsiz qotillar va soxta qahramonlar judayam ko'p topiladi. Lekin ularning orasida eng qo'rqinchli ko'ringani, eng shafqatsiz ishlarni qilgani, lekin aslida Westerosdagi eng realist personajlardan bittasi bu Sandor Clegane. Bugun u haqida gaplashamiz. Boshladik. Hamma personajlarda bo'lganidek, avvalo Sandor Clegane'ni bolaligi va undan qolgan travmalari bilan boshlasak. Gap shundaki, uni butun hayoti va xarakteri akasi Grigorga nisbatan yuzaga kelgan reaksiya natijasidir. Sandorning bolaligi va butun insoniy hayoti u atigi 6 yoshligidayoq tugagan. Gap shundaki, akasi uzoq muddat tegmagan o'yinchoq ritsarda u boshqa o'ynamaydi deb o'ylab o'zi o'ynayotganida akasi Grigor Clegane Sandorning yoniga keladi va bir og'iz gapirmasdan ukasining yuzini yonib turgan cho'g'li ko'miriga bosadi. Grigorni to'xtatish uchun 3 ta odam kerak bo'ladi. Shu kuni Sandorning faqat yuzi yonmadi. Shu kuni uning ichidagi beg'ubor bola, ertaklaridagi ritsarlarga bo'lgan havas kuyib kul bo'ladi. Undan ham dahshatlisi shundaki, otasi bu mudhish jinoyatni yashirib, u hammaga Sandorning yostig'i yonib ketdi deb yolg'on gapiradi. Buni asosiy sababi Clegane'lar oilasiga putur yetkazmaslik va Grigorni ritsarlik maqomiga ham ta'sir qilmaslik uchun edi. Shu kuni Sandor bir narsani tushunib yetadi. Bu hayot shafqatsiz va unda faqatgina kuchlilar omon qolishi mumkin. Clegane'lar oilasi haqida gaplashganimizda ularni aslzoda oilalardan emasligini tushunishimiz kerak. Gap shundaki, ularning bobosi Lannisterlarning it boqari bo'lgan va bir kuni Tywinning otasi Titus Lannisterni sher hamlasidan o'sha 3 ta it bilan qutqarib qoladi. Shu sababli ularning gerbida 3 ta it yoki ko'ppak tasvirini ko'rsak bo'ladi. Sandor otasi kabi o'zini aslzoda qilib ko'rsatishga urinmaydi. Aksincha, u ko'ppak timsolini o'zlashtiradi. Unga ritsar bo'lishni taklif qilishganda u qat'iyan rad etadi. Nega? Chunki akasi va ritsar etib tayinlangan Grigor Clegane'ga qararkan, o'z ukasining yuzini yonib turgan ko'mirga bosgan, jamiki vahshiyliklarni qilgan va yana qilishga tayyor bo'lgan maxluqni ko'rardi. Va ritsarlikka bo'lgan qarashi aynan akasidan keyin butunlay o'zgargandi. Grigor Clegane shu darajada psixopat bo'lsa ham, u Rhaegar Targaryen tomonidan ritsar etib tayinlangandi. Shundan keyin Sandor uchun ritsarlik bu shunchaki shafqatsizlik va yovuzlikni yashirib turadigan yaltiroq niqob bo'lib qoladi. Ritsar qilib tayinlanmagan dedim, lekin bitta narsaga aniqlik kiritib ketishim kerak. Gap shundaki, u ritsarlik qasamyodini qabul qilmagan, lekin ritsarda yashagan desak bo'ladi va o'zini ko'ppak deb chaqirishlarini xohlagan. Westerosda hamma aslzoda oila bo'lishga intilsa, Sandor Clegane qasamyod qilmagan, lekin haqiqiy ritsar bo'lmoqchi edi. Yoshlar va zaiflarni himoya qiladigan, jasur jangchi edi. Bu borada u akasi kabi emas, uning teskari paradoksal varianti edi. Nega aynan ko'ppakni tanlagani esa, u yolg'on gapirmaydi, o'zini yirtqich ekanligini yashirmaydi va shunchaki xo'jayinining buyrug'ini bajaradi. Grigor Clegane haqida ham endi ozgina gapirib ketadigan bo'lsam, 2 metrdan baland bo'lgan, hissiyotsiz va asosan tana vazni va bo'yini ustunligi sababli ko'p janglarda g'alaba qozongan ritsarlardan biri edi. Uni aynan Rhaegar Targaryen ritsar qilib tayinlagan bo'lsa ham, Grigor keyinchalik Tywin Lannister qo'l ostiga o'tadi. Qoya laqabini olishi ham aynan bo'yi uzunligi sababli kelib chiqadi. Xarakteri haqida gapirganimizda 6 yoshli ukasini yonib turgan ko'mir oloviga yuzi bilan bosganidan bilsak bo'ladiki, u sog'lom fikrlaydigan odam emasdi. Tywin Lannister qo'l ostida Grigorga yerlar va qasr beriladi. Grigor jami 3 marta uylangan va shulardan 2 tasi noma'lum sabablarga ko'ra vafot etgan. Yana bir tasdiqlanmagan ma'lumotlar bo'yicha Grigor aynan otasi va singlisini o'limida ham sababchilardan bo'lgan deyiladi. Va oxirgi shafqatsizliklaridan biri bu uni ritsar qilib tayinlagan Rhaegarning xotini Elia Martell va 2 farzandini Robert Qo'zg'oloni davrida o'ldiradi. Shuni bilamizki, agarda Westerosda qanaqadir qonunlar buziladigan bo'lsa, ularning ko'pchiligi tungi qorovulga jo'natiladi. Lekin Grigor Clegane bularni hammasi shafqatsizliklardan qanaqa qilib toza chiqib ketadi. Gap shundaki, Tywin Lannister uchun Grigor haqiqiy ko'ppak edi. Buyruqni so'zsiz bajaradigan va vahshiyliklarga hobbi sifatida qaraydigan personaj. Tywin esa Lannister nomini Westerosda toza saqlab turish uchun vahshiyliklarga kelganda aynan Grigor Clegane'dan foydalanardi. Ya'ni Grigor Clegane haqiqiy hissiyotsiz, vahshiy monster edi desak bo'ladi. Endi Sandorga yana qaytadigan bo'lsak, to'g'ri, u taxtlar o'yinida asosiy personajlardan bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin Ned Stark qatl etilganidan keyin uni Stark qizlarini himoya qilishini ko'rib, ko'pchilik
hurmat qilgan personajlardan biri bo'lgan. To'g'ri, bu gapim balandparvoz bo'lib ketishi mumkin, lekin Sandor Clegane aynan Ned Stark qatl etilganidan keyin Stark qizlariga e, qaysidir ma'noda otalik qilgan desak ham bo'ladi. Sansadan boshlaydigan bo'lsak, Sansa ritsarlar va qo'shiqlar haqidagi ertaklarga ishonadigan g'o'r qiz edi. Sandor esa haqiqiy real hayotda ritsarlar qo'shiqlarda kuylanganidek oliyjanob emasligini ko'rsatadi. Ko'ppak Sansaga dunyo shafqatsiz va omon qolish uchun har narsaga tayyor bo'lish kerak ekanini o'rgatadi. Lekin u Sansani faqat qo'rqitmaydi, balki uni Joffreydan va g'azablangan olomondan himoya qilishga harakat qiladi. Ana shu yerda Sansa eng muhim darslardan birini, ya'ni tashqi ko'rinish va ichki dunyo o'rtasidagi farqni anglab yetadi. Qo'rqinchli va chandiqli yuz ortida eng toza qalbli personaj bo'lishi mumkinligini anglab tushunib yetadi. Endi menimcha ko'pchilik maza qilib ko'rgan ikkita personajli sarguzashti, ya'ni Arya Stark va Sandor Clegane haqida gaplashadigan bo'lsak, agar Sansa bilan munosabat asosan uni himoya qilishga qaratilgan bo'lsa, Arya bilan munosabat asosan o'rgatishga qaratilgandi. Ular birga sayohat qilar ekan, bir-birini o'ldirishni xohlashsa ham aslida bir-biriga juda o'xshash ekanliklarini anglashardi. Ikkalasi ham dunyoni shafqatsiz deb hisoblardi va undan nafratlanardi. Arya Sandordan qanaqa qilib realist hamda shafqatsiz bo'lish kerakligini va omon qolishni o'rganadi. Arya o'zini ro'yxatiga Sandorni qo'shgan bo'lsa ham, oxir-oqibat Clegane uni o'zini qizidek ko'ra boshlaydi. Arya Sandordan o'rgangan eng muhim darslardan biri bu qasosning og'irligi edi. Serialning oxirida ham Sandor unga "Menga qara, agar ortimdan kelsang, sen ham o'lasan" deb aytadi. Arya shu paytda nafratdan ko'ra hayot muhimligini tushunadi va Sandorni birinchi marta ismi bilan chaqirib, "Rahmat Sandor" deb aytadi. Aynan mana shu yerda Sandor Clegane o'zini o'limidan oldin kimnidir saqlab qolishi mumkinligini va qasos uni hayotini qanchalik kemirganini tushunadi. U Aryani o'ziga o'xshagan fojiali taqdirdan saqlab qoladi. Va shu bilan bizni bugungi videomiz ham o'zining nihoyasiga yetadi. Obuna bo'lishni esdan chiqmasin, like bosib qo'ysanglar ham xursand bo'lardim. O'ylaymanki Sandor Clegane haqidagi videoni tahlili sizlarga yoqdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Xayr.